Yeni yıl, yeni ümit, yeni nişan, yeni arzularning başlaması. Naq maydondagi qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammanglarning yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Mana shu go'zal yangi yil oqshomini sizlar bilan birlikda o'tkazish sharfiga muyassar bo'lganligimdan intayin faxrlanib turibman. 2024-yil hammamizga qo'sh xushalliklar bilan qanot ochqisi. Amiz qadrdonlar shu topda dil huzuringlarda bo'layotgani Udun guruhi Altun Yaproq ozuqliklari bilan Şinjan Özköy Medeniyet Taqti Çekişirikti birlikte uyuşturup huzuringlarga sunayotgan Altun Yaproq 2024-yillik Naq Maydon yangi yillik san'at kechiligi. Yangi yilni balkim hammamiz har xil usullarda tabriklashni o'ylayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu go'zal oqshomni biz bilan birlikda o'tkazish sharfiga muyassar qilgan mana shu Udun guruhiga, Altun Yaproq ozuqlariga oldi bilan chin qalbimizdan tashakkurimizni bildiramiz. Yashnab ketgaysizlar, hammamizga sog'lomlik yor bo'lsin. Harmag'aysizlar. Onun başqa bugungi bu go'zal oqshomni Naq maydonni ko'rayotgan barliq do'stlarimizga bizning mana shu o'ng tarafda o'tirgan ijodiyatchilarimiz, san'atkorlarimiz o'zining eng yangi ijodiy kuylari orqali yangi yillik salomini yo'llash bilan birlikda sahna orqali sizlarga xizmat bo'lmoqchi san'atkorlarimiz harmag'aysizlar. Rahmat. Qizg'in kayfiyat bugungi faoliyatimizni boshlab oldik do'stlar. Amsa mush munosabatda mush ekran yuzida turib programmamizga bugungi faoliyatimizga ishtirok etgan do'stlarni xabarlantirgim keldi. Ya'ni bugungi yangi yillik Naq maydon san'at kechiligimiz Özköy Medeniyet Taqti Şirketi Supsi, Ünüm Medyası Bivas Körs Supsi, Badam Life Bivas Körs Supsi, yana Tiyip Keldi programısı Doyum Bivas Körs Supsi, yana Kuychi Medyasının Bivası Tarqiti Supsi orqali dil huzuringlarda bo'ladi. O'shunlashqa mana shu fursatni ching tutib, yenimizga do'st birodarlarimizga, atrofdagi qarindoshlarimizga bugungi shu yangi yil oqshomini ham bahrlashni unutmag'aysizlar. Amsa qadrdonlar, bugun biz Özköy Medeniyet Taqti Çekişiriktining parda oldi va parda orqasidagi nurg'ulg'an xodimlarning tirishchanligi natijasida mana shu chiroyliqina aramgohda yangi yilni kutilish oldi turyapmiz. Amsa bu maydon kechilik nima uchun maydonga chiqib qoldi? Bu maydon kechilikning oldikenda qanday sirlar bor? Bu javobimizga, ya'ni bu savolimizga Şinjan Özköy Medeniyet Taqti Çekişiriktining qurg'uvchisi bo'lgan Shavkat Isxon apandi o'zining yangi yillik tabriklari bilan qo'shib bilan bir javob bersa degan umidim bor. Chavaqlaringlar bo'lsa, marhamat. Xush keldingiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salom ko'pchilik, kechinglar xayrli bo'lsin. Eng avval koni yilni uzatib, yangi yilni kutib olishmish damlarda azizlar bilan shu bizniki oddiygina studiyamizda yuz ko'rishganligimdan nayt xush bo'ldim. Hammanglarga rahmat. Sizga rahmat. Andin bu kechiligimiz bir alayda kechilik. Qandaq alayda deganda, musiqalarimiz Naq maydondan o'rinlangan. Naqshchilarimiz Naq maydondan naqsh o'rindaydigan. Operatorlarimiz Naq maydondan surat taqtilgan alayda bir kechilik. Şunun ben de sal ciddiyleşip bo'lib qoldi, to'g'ri tushunsizlar. Mana oldimizda o'tiribdi Abdukarim muallim. Udun şirketiga rahmatimizni aytamiz. Qandaq deganda, Udun şirketi bilan biz yaqinda Tiyip Keldi nomidagi bir programmani ishlagandik. Munosabatli o'rinlarniki tasdiqlash bilan yaqinda yo'li qo'yilmoqchi, butun tor dunyosini qoplamoqchi. Salomatchilik bo'lsa. Hem bugungi bu kechiligimizni Udun guruhi Altun Yaproq ozuqliklari alayda qo'lladi. Shunga Udun guruhiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. 2024-yil sog'lomlik yili bo'lsin, shunday. Sog'lomlik yili bo'lsin, to'g'ri deysiz, nozigin. Ham butun san'atkorlarga, ham xizmat qilayotgan bizning muzikantlarga rahmat aytaman. Ham shu ekran oldidagi ko'rarmanlarniki kechiligimizni yoqtirib ko'rishni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat, Jafajekdan Shavkat. Albatta, Abay Shavkat Isxon apandi deb o'tganga o'xshash Naq maydonda o'rinlanmoqchi. Balkim nurg'un do'stlarimiz, nurg'un san'atkorlarimiz ijrosiga xilma-xil naqshlarni ekran yuzlaridan yoki programmalardan ko'rgan bo'lishi mumkin. Amsa Naq maydonda anglasa qanday huzur bo'ladi ekan, bugun bir sinab ko'rgan bo'ldik-da. Jafajekdingiz. Hammamiz huzurlaylikmi? Amsa Shavkat ishimiz birlikda bilan davet aylaylik. Yangi yil oqshimi, xushallik oqshimi. Yangi yil oqshimi, barakat oqshimi.
eng muhimi mangulik dem bo'lgan muhabbat akşimi. Mana o'sha yangi yil akşimida nurg'ilgan bir juftlar aşk mashqlar bir-biriga muhabbat izhor qiladi ekan. Amiz bu muhabbatlik akşamni Şernay bilan Asqar ijrosidagi Sen meningki degan mana shu muhabbatli kuy bilan boshlasak, huzuringlar bo'lsin. Marhamat. Marhamat. Rahmat. Yanımda yar tursan mı yine Kızgınıman tımda çıraktı Sen meninki sen menin bulgar Kızgınıman dost yaranladı Özgelerden üstün tursan Kızgınıman gül çırayladı Kadirleyman kadirleyar Bu gümlümni kar kılmayar Başıgümni kadirleyar Senden artık başkını kütmeymen Kadirleyman kadirleyar Bu gümlümni kar kılmayar Başıgümni kadirleyar Senden artık başkını kütmeymen Sen menenki ya Başka yarga vermeymen seni Tapalmaysan çıkmaydı işe Sıydıgan seni menkebi Sen meninki sen meninki Tümde ay bulup yurtay seni Yanımdalar yüreği şunda mı Oylap durgun sevin beni Kadirleyman kadirleyar Bu gümlümni kar kılmayar Başıgümni kadirleyar Senden artık başkını kütmeymen Kadirleyman kadirleyar Bu gümlümni kar kılmayar Başıgümni kadirleyar Senden artık başkını kütmeymen Senden artık başkını Ahmet, yangi yılga mübarek olsun. Dostlar, yangi yilda jo'shqin qiyofatda kirib kelsak, men ishinaman yangi yilning boshidan oxirigacha mushkil bir yaxshi ro'yxatni saqlay olamiz. Shunga yangi yilda barcha xushalliklar, barcha barakatlar, barcha sog'lomliklar bizga yor bo'lsin.
ekran aldı durup bugünkü müşü faaliyetimizge iştirak etgan dostlar, bayatı men sizlarga dep bergan ana shu bir qator bevos taqdislardan bugünkü faaliyetimizge sizlar xuddi müşü naq maydonda o'tirib atgandeklam birlikda ishtirok qila olasizlar. Shuningdek do'st birodarlarga, yaqin yo'riqlarga ham bahrlab qo'yishni faqat unutmaylik. 2024-yillik Udun guruhi Altın Yaprak Tajdorligidagi yangi yillik naq maydon san'at kechirigimizni nihoyatda yaxshi boshlab oldik. Ko'ngil degan shunday bir nozik narsa. Kichik ishlardan olamcha xo'shallik topa oladi ekanmiz. Ya'ni shu kichikgina ishlar dilimizni og'ritib qo'ysa, ziyoda qapilab ketadi ekanmiz. Endi yangi yil kirish oldirib turibdi. Barcha adovatlarni unutib, ko'nglimizni ozoda tutsak, ko'nglimiz rohat topsa deb o'ylayman. Endi do'stlar, navbatda sahifamizga ayni vaqtlarda o'zininki bir guli ra'no degan naqshi bilan chang chiqarib, nurg'un do'stlarninki muhabbatlik mushu ko'ngil izlaydigan naqshlarga hamroh bo'lgan mushu Ilg'or Sattar apandini ko'ngil degan naqshi orqali yangi yilinglarni qutlashga sahnamizga taklif etmoqchiman. Javoblaringlar bo'lsa, marhamat. Qani. Sen meylin gelsin Beni her yan başlaysın kömür Koyup versen meylin gelsin Beni her yan başlaysın kömür Gayı güzel baka başlasan gel Gayı çölge taşlaysın kömür Gayı güzel baka başlasan gel Gayı çölge taşlaysın kömür Doğru aytkan iken bola Görme kömülün keyniga de Doğru aytkan iken bola Görme kömülün keyniga de Teskini yok ben vaş kömür Yaşattım ben sen için gemiye Teskini yok ey ben aşkımı yaşattım ben sen için gemiye Görgündeysen benim keynimge Girelmeymen senin peylinge Görgündeysen benim keynimge Girelmeymen senin peylinge Sadakatın bağışçıyda Koyalmayma seni meylinge Sadakatın bağışçıyda Koyalmayım ben seni meylinge Sadakatın bağışçıyda Koyalmayım seni meylinge Sadakatın bağışçıyda Koyalmayım ben seni meylinge Koyalmayım ben seni meylinge Koyalmayım ben seni meylinge Naq maydondagi qadrli tomoshabinlar, ekran oldida turib bugungi faoliyatimizga ishtirok qilayotgan qadrli ko'rmanlar, hozir kayfiyatinglar, o'zinglar o'ylaganinglardimi? Go'zal bo'lsin. 2024-yillik Altın Yaprak yangi yillik naq maydon san'at kechiligi qizg'in kayfiyatda davom etadi. Atrofdagilarga ham bahrlab qo'yishni unutmang.
Qadrli do'stlar, bugungi mana shu san'atkorlarimiz, korxonchilarimiz, do'st birodarlarimiz, yaqinlarimiz hammasi jam bo'lgan bu qadrli yangi yil oqshomida bizga sog'lomlik bag'ishlab kelayotgan, ya'ni shundaqla Udun guruhi Altun yaproq ozuqlarining barpochilari, Udun guruhining liderlari mana oldin qaratda bizniki tomoshabinimiz sifatida o'tiribdi. Shu topda men Udun guruhininki lideri shundaqla ozuqlarning barpochilaridan bo'lgan Mahfirat xonimning 2 ig'iz yangi yillik salomini ko'pchilikning diqqat hoziriga sunsam, qani Mahfirat xonim. Salam, hürmetli aziz mehmonlar. Salam, elni söygen, el söygen, hürmetli sanatkarlar. Hadilar, singillar, akalar, inilar. Hammalarning mush vaqti intayin güzel bo'lsin. Kelgan qadamlaringizga merhaba. 2023 yilni g'albilik holda uzutib, 2024 yilga xushallik bilan qadam qo'yayotgan mushu güzel paytlarda altın yaproq ozuqliqlarining san'at kechiligini ko'pchilik bilan birga ham bahrlab o'tirganimizdan o'zimizni intayin faxrlik his qilamiz. Men Udun oilasidagi har bir sog'lomlik yetkazuvchilarga vakolatan bugun mushu naq maydonda o'tirgan barliq aziz mehmonlarga, shundaqla ekran orqali bizning mushu go'zal damlarimizdan birga bahramand bo'layotgan barliq qarindoshlarimizga yangi yillik salom yo'llayman. Rahmat. Bizning sog'lomlik ozuqliqlarimiz qarindoshlarimizning teniga sog'lomlik qo'shsa, san'atkorlarimizning esil numurlari xalqimizning ruhiyatiga, shundaqla ularning qalbiga xushallik olib keladi. Shunga bugungi mushu ko'ngillik yangi yil oqshomida hammalarning teniga salomatlik, ailesiga xotirjamlik ham baxt tilayman. Oxirida Udun Biyompätterdagi cheklik şirketi bilan Şinjan Özgü Medeniyet Tarqitish cheklik şirketining hamkorligida o'tkazilayotgan yangi yillik naq maydon san'at kechiligimizning utuqliq bo'lishini umid qilaman. Hammanglarga har vaqt go'zal kayfiyatlar yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat Mahfirat xonim. Do'stlar, haqiqatan mu sog'lom jungo barpo qilishda biz hammamiz o'z kuchimizga tayindik ekanmiz. Biz sog'lom bo'ldik degan gap, uyimizga sog'lom bo'ldi. Uyimizga sog'lom bo'ldi, jamiyat sog'lom bo'ldi. Hammalar o'rtaq sog'lomlikni amalga oshira olamiz. Shunga mushundaq vaqtlarda bizga sog'lom yemeklarni, yemeklik holatida ishlangan mushundaq ozuqlarni sunib kelayotgan Udun guruhidagi barliq qadrdonlarga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Sizlarning umringlar uzun bo'lsin. Aziz do'stlar, qarsam Abdukerim muallimi bugun mushu nurg'un bemorlarni tashlab, nurg'un faoliyatlar, nurg'un programmalarni tashlab, bugungi o'zining marikasiga qadam tashrif qildi. Ha, Abdukerim muallim. Amsa xatoni sizga bersam. Qani. Bugungi yangi yil kechiligimizga qadam tashrif qilgan barliq aziz san'atkorlar, aziz mehmonlarga tevib do'stinglar Abdukerim muallimdan o'tliq salom, oliy ehtirom. Berkatlik koni yılını uztup, kutluq yeni yılını kütübiliş harpsıda sanatkarlarımız bilen, dostlarımız bilen muşu yeni yılını kütübiliş şerpigi erişkenlikimden nahayeti üzemli bəxtlik his qılıman. Hem de altın yaproq ozuqları yeni yıllık sanat keçiliginin hekimi muvaffaqiyatlik buluşunu ümit qilish bilen birge dostlarımızın yeni yılda köngünün hatırcam, teninin saq, ticaretinin, kasbinin teximi berketlik bo'lishini umid qilib, yangi yilda do'stlarga sog'lomlik, uzun ömür cümleden 100 yaşga kelishini umid qilib bir she'r yozib keldim. Do'stlarga o'zim o'qib o'tsam. Ha, mana Abdukerim muallim qurib kelmabdi. Chiqib avrishimlardim, og'ash kelib deb yanchiqqa qarayotgan she'r chiqdi. Haqqimiz bor 100 yil yashashga. Aziz tanni asırgın dostum. Toldurmagın onu köz yaşqa. Mihman bulup keldik dünyaga. Hakkımız ba 100 yıl yaşaşqa. Aziz tenni asırgın dostum. Zəhər zuqum açıq gazaptin. Yaxşı xuluq uzuqı tennin. Nefsinle dep çıkma edeptin. Aziz tenni asırgın dostum. Bədbuy hava ısıq soğuqtin. Puxtu baskın her bir kademni ehtiyat kıl
zahme sunuqdin. Aziz tenni asırgın dostum, ravan aksun tomurdu qinin, nimeti köp sehi dünya bu, şipah bolsun yegen aşnenin. Aziz tenni asırgın dostum, yürek sendin rencip kalmısın. Şatlıqığa göl bolğun daim, o igizpes nağrı çalmısın. Aziz tenni asırgın dostum, azaplıma onu ikeklep, rencimigin taşlap ketkendin, can turmaydı kündi çiçeklep. Aziz tenni asırgın dostum, təpilep dur onu bu vaxtek, mihrin bilen suğargın onu, uçup dursun altın bulaqtek. Aziz tenni asırgın dostum, sefer kılgın ayga quyoshqa, xitap qildi hakimi şuna, sağlam bulup kirgin 100 yaşqa. Rahmet. Rahmet Abdukerim olim. Mush yuqorida degan barliq yaxshi tilaklar sizga ham yor bo'lsin. Rahmat. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Xotan Udun Biopentexnika cheklik şirketi 2014-yili Xotan Uyg'ur tibobat doktorxonasi asosida qurilgan bo'lib, shirkat hozirgi zamon Uyg'ur tibobat ustozi Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining quruvchisi Abdukerim muallim tarafidan kuchli qo'llashga va yetaklashga erishib keldi. Şirket ishlab bozorga solgan oltin yaproq markasidagi 43 xil udun yurishlik mahsulotlari Uyg'ur tibobatida davolik ham g'izoliq xususiyatlarga ega bo'lgan tabiiy, saf, ziyonsiz yeşil mahsulotlar hozirgi zamon fan texnikasi orqali elib yurish va iste'molga qulay shaklda ishlab chiqarilib, har millat xalq ommasining yaxshi bahosiga erishdi va oldingi tanlashi bo'lib keldi. Şirket her yili zo'r so'mliq tadqiqot xarajati ajratib, Uyg'ur tibobatining ozuqshunoslik ilmiy asosida Xinjiangdagi ko'zga ko'ringan nopozliq korxonalardan 36 shirkat bilan 150 xildan ortiq mahsulotni tadqiq qilish, ishlab chiqarish, bozor echish jihatlarda strategiyalik hamkorlik o'rnatib, yetakchilik qilib, sog'lomlik sohasidagi boshlamchi korxonaga aylandi. Şirket mulozimat sifatini yuqori ko'tarish, har millat xalq ommasining sog'lomligi uchun texnik ko'p do'klarni qo'shish maqsadida Xinjiangning har qaysi nohiya shaharlarida udun ozuqliq mahsulotlari, udun mizoj tangshish markazi, qadimiy udun ozuqliq mahsulotlari nomida 100 dan ortiq amaliy maxsus setish do'konlarini ta'sis qildi. Udun Biopentexnika cheklik shirkati partiya hukumatning tibobat dorigarlik ishlarini taraqqiy qildirish jihatidagi afzal siyosatlarning hamkorligi va har darajalik sahiya sog'lomlik organlarining kuchli qo'llashi orqasida kasbda yangilik yaratib, fan tadqiqotni hayonchi qilib, yangi mahsulotlarni uzluksiz tadqiq qilib va ishlab chiqarib, har millat xalqining uzluksiz ish berayotgan sog'lomlik ehtiyojini qondirish uchun tirishchanlik ko'rsatib kelmoqda. Xinjiang Udun Biopentexnika cheklik shirkati yaqinda Hubei sanoat fanlari dashyosi tibbiy fan shuyani bilan fan tadqiqot va tajriba almashtirish hamkorlik kelishimi imzoladi. Shirkat buningdan keyin bu hamkorlikni zo'r taraqqiyot fursati deb bilib, Jungo tibobatining esil javharlarini Uyg'ur tibobatining durdanlari bilan birlashtirib, yangi davrga xos bo'lgan tibobat mahsulotlarini tadqiq qilib va ishlab chiqarib, bosh roji Xi Jinping tashabbus qilgan sog'lom Jungo strategiyasiga o'z to'hfasini qo'shdi. Udun dorigarligi oltin yaproq ozuqliklarining hammalarning sog'lomligining eng yaxshi parvarishi, eng yaxshi do'sti bo'la oladiganligiga ishonaman. Shiringlar barakat topsin. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla naq maydondagi qadrli do'stlar, mana bu yangi yil oqshomidagi eng qimmatli vaqtinglarni o'zki madaniyat taqdi chekish shirkati bilan oltin yaproq ozuqlari birlikda uyushtirgan mana bu yangi yil oqshomi uchun ajratganlar uchun sizlar uchun rahmat aytamiz. Albatta biz ekranimiz orqali, sahnamiz orqali tuvandagi mushu do'stlarimizning eng yaxshi ro'y kayfiyat orqali hammalarning yangi yilni yaxshi kayfiyatda kutib olishinglarga tilakdoshlik bildiramiz. Bahar quyosh bilan iliq bo'lganiga o'xshash hayotimizmi mehr muhabbat bilan o'z ma'nosini topadi ekan. Shundaq bir naqshi bor. Kelamsan bahar. Gerçi bu köy bizga nayta tunish, koni köy bo'lgani bilan har yilda biz har kunda, har minut, har daqiqada baharimizni kutib olishni orzu qilar ekanmiz. Endi Elyor Aziz ijrosidagi sizlarga tunish bo'lgan Kelamsan bahar nomli köy huzuringlarda bo'lsin. Marhamat.
sensiz kalbimde yanar bu soğuk tünde killemsen bahar gözlerim seni gülge okşta baktım gülü bu killemsen bahar ümit armanım yanılan sende söylemen seni killemsen bahar bakıp bu yaşım yanılan sende kütümen seni killemsen bahar Yüzümün karası kara saçın var gözüm nuri bu killemsen bahar aşık dünyası çıkken necaptan vısal kızı bu killemsen bahar ümit armanım yanılan sende söylemen seni killemsen bahar bakıp bu yaşım yanılan sende kütümen seni killemsen bahar ümit armanım yanılan sende söylemen seni killemsen bahar bakıp bu yaşım yanılan sende kütümen seni killemsen bahar söylemen seni killemsen bahar kütümen seni killemsen bahar killemsen bahar killemsen bahar rahmet Vaqt mendan tez o'tgan. Shu vaqtlarda yangi bir naqsh chiqibdi deb kelamsan bahar deb hammamiz g'ingshig'an. Mana hozir qancha yil bo'ldi Elyar mush naqsh aytqili? 42 yil. Ha? 2018 aytqanman buni? Ha, 18 yil bo'ldimi? Siz mi kichik emas ekansiz? Men bu vaqt yangi tug'ilgan. Shuni bilan do'stlar, bu qarsam bir yumor itotlarga bir payzinglar bada qipti. Yumor alamliq ya. Aldı bilen bugünkü şu bizdeki naq meydan tarqitish, anıltish şu programımızga kelgan barliq
san'atkorlar, karxanchilar, akalar, hadilar, inalar, ustozlar, hammalarniki kelayotgan yangi yillarga muborak bo'lsin. Bundan inim vaqtni bekib ketmayli. Siz birni, men birni dey. Sizden gelsin, çoğundan gelsin. Aytama? Çoğundan. Bu yumur çakçak deganimi dаңlıq, gözlük görген yaxshi biri. Ustozlarga yo'lab turib desek, nəhayət bir qiziq oludu. Ayni vaqtda bir kuni Isamkam deb deydi hamda cho'ng chaqchaqchilar. Hamda bizga kelganda bizning ustozimiz Yoqubkamni bir kuni Yoqubkam degan holat keldik. Biz o'g'ilchininki dаңlıq chaqchaqchi Yoqubkam bilisizlar. Ekranlarda to'lib chiqdi. Og'iz ichildig'imiz inkmaydisi tegib qolgancha qara o'zi. Bu hakkımızda 7-8 yaş vaqti hamdi. 7-8 yaş vaqtida apsi hamdi aptuzuk silib Səhradın şəhər içiga ip kirdi hamdi. Şundal aptuzuk chiqishig'la aptuzuk ayollar Yoqubkamni ko'rib, "Yey. Nimdaq satdi? Yey, o balning satligini. Nima bu hamdi? Tug'muschu bir. Nimdaq satdi?" Devribki ağlab qapti Yoqubkam buni. Apsıga. Appa. Ay Allah beni settavatıdı. Biz apsı çımdaplaptı da bunu. Nemeki çımdaysa. Biz apsı ben seni xaqpaya da beni apa dep çakama diyen tıpkı dedik. Rahmet. Siz birini dep bırakam de. Yoqubkamni balarga men kep kalmay. Tang tatab. İşkimizi tang tılısın anlap kalsın. Oldu, söylemlik ustazlar, dostlarımız nayet kattı olan bir keçilik sizler bilen qatnaşkanım şurada hoş oldum. Ben bir tirişçilik qilib baqay. Men keçilik emas, Abdukerim kamga tumun tutqizgani kelgan. 2 oy bo'ldi ko'rishib bulanmayapti men ustoz bilan. Va Abdukerim kamamda tumun tutib bo'lib, dali va shuni og'rib qolmayli eshkimiz. Bas men dadani bir tatib. Tang tatayli. Boyam söylemlik ustoz Yoqubkamni söylemlikdi. Söylemlik bo'laverdi yan taraf. Yoqubkamniki gap chiqib qoldi. 60 yıllarda Yoqubkam doktorxonada tug'ilibdi. O zamonlarda Abdukerim kamda uyda tug'ildi-ku bolalar sajatdan. Yoqubkam doktorxonada tug'ilibdi deydi. Bizim ustoz chaqchaq Yoqubkam. Yoqubkamning dadasi degan Xo'shal, ayolim yangiydigan kun bugun. Mana, ayolim yangiydigan kun. Ajoyib qo'shildi hamdi. U yoqqa yuguraydi ekan, bu yoqqa yuguraydi ekan. Bir chaqda operatsiya bo'limida bir ovoz chiqibdi deydi. Qaniki bala tug'ilibdi, bir ovoz chiqdi, bala tug'ilibdi deb bir sira shundaq og'zi bo'lur qon bir bilan ko'tarib chiqsa, "Voy o'g'ilmika, qizimka doktor, shunda ayajib ketparma. O'g'ilmika, qizimka" deb o'tirib ketib, o'g'il qiziqini qo'yib turing, odam emasmi bilanmayapmiz degidek. Ay rahmat. Ay Dilshatkam bo'lsa, chaqchaq qilsak surlik adam qo'qidikki. Ya Dilshatkam qo'rqmaymiz. Bize ustozimiz to'sin nima qo'rqsa. Bizim yomon chaqchaqchi-chu. Ama qattiq pul topgan bilan bosh vaqt satrashqan berib baqman. Dilshatkamda o'tul qarsang, ay endi bir dengiz shiri o'tirib oldi bu. Nimniga omoq naqsh etgan bu akamiz. Bayam akamiz He. Ama galas yarışıpta. Bak galas çıkmamız tilini sankırtıp oturadi. Bu akamizni uydagilar aytilib tuxum palvon deyapti akamiz. Yangi yilga kulib kirkitayl deyman-ku. Kulib kirkitayl. Abdukerim kammish kulki chaqchaqmi yurakka davo-ku. Bu chaqchaqdan qas avrishim asli. To'g'ri. Biz yetish bo'lolmay xalqqa shu avrishim yozib chiqarib berayotdi. Agar bir yetishgan bo'lsak, birdan bizga uyga qo'yib qo'yadi kasallarga. Agar shu avrishim yelanmaganlar, avrishim degan naqshni esim saqib ketadi deydi. Yaxshi doktor, Voy, Abdukerim kam qarsa, onizga Abdukerim kamdan shunda bir tatliq gap turib, tarbiyalarini anglayman do'yindan. Qo'shqonlarni yo'qotmanglar dedi, shunda qo'qab ketamiz gap tanlab. Endi shuningda shu biz erlarning harakatimiz sal chaqqan bo'lmay qoldi ekan-ku. Bug'ishlarni aytgan. Hozir gapni anglab qo'shqonlar hammasi ichik tortib oldi. Sog'lomlik bo'lsin deydi-da. Shuqa. Abdukerim kam dangliq ustoz. Ustoz yaqiniga chechimning uchi og'rib orom bermadi shunga bir. Qadaqsan bo'la. Jung yappa demisiz? Jung yap. Qo'y jung yappiring deb. Şununla ötelsen kıl çıkıdığına bu kıl. Rahmet, bizga shu qo'riq chupkasimi mayli deb kulib berayotgan tomoshabinlarimizga, kulkimizga kulgi qo'shgan Arafat bilan Javlanjonga rahmat.
Rahmat sizlarga. Sizlarning umringlar biznikidan uzun bo'lsin, chunki bir qitim kulsa 10 yillik umri uzuraydi deydi. Bu ishkalarning umri ish qilib sanoqsiz bo'ldigan o'xshaydi. Endi uningga ma'u oltin yaproqniki ozuqlarini qo'shib olsa, shunlar 200 yilga kirgaysizlar. Alilar danadir to'g'ri. Bugun Mehmet Tursunning kayfiyati yaxshi. Birini qo'shib naqshlarni ikkini aytib solganda qilib turadi o'zi bilan o'zi. Amstoslar, bugungi ma'rikamiz qandaqdir bir iliqi alayda yig'ilish bo'lmasdan, balki ailamizdagilarning birasining biri tug'ilgan kunidek yoki bir alayda xotir kunidek shunday ko'ngil kayfiyat o'tyapti deb shaxsan men shunday o'ylayman. Sizlar-chi? Shunday deb qo'ysizlar-da hamda. Ekran oldida turib bizning shu naq maydondagi faoliyatimizga ishtirok etgan qadrdonlar, bayatdan sizlar anglayotgan naqshlar bo'lsin, yoki yumorlar bo'lsin, hammasi naq maydonda ijro bo'lyapti. Endi naq maydonning haqiqatan suri bo'ladi. Odatda sizlar anglayotgan nurg'ulg'an naqshlar, masalan, u xilma-xil apparatlardan suzilib, har xil har yangi texnikalardan keyin maydonga chiqqan bo'lsa, hozir naq maydonda aytilayotgan naqshlar mana shu bizning sazanlarimizning amgiki va san'atkorlarimizning o'zining talanti bilan o'zringlarda bo'lyapti. Shu menimcha olganda oson emas. Yuqorida biz uchun payzi naqshlarni aytib kayfiyatimizni chaqirgan san'atkor do'stlarimizga va ustozlarga yana bir rahmatimiz bildirib javob beryapmiz. Harmag'aysizlar. Endi shu sahnadagilar gerçi meni aqimda bo'lsa-mu, lekin hurmatda mendimi cho'ng. Amsi bizniki shu sahna oldi va arxivdagi xizmatlarimiz bir-biriga yeyishgan vaqtida ondan biz sahnalarda xotirjam holatda sizlar uchun xizmat bo'la olamiz. Amsa sahna keyinda turib, biz uchun har bir kayfiyatimizga o'rtoqlashayotgan bizning muzika atrofimizga sazandalarimizni sizlarga bir tunishtirib o'tay deb o'yladim. Rat tartibi qilayotgan bo'lish mumkin-a? Realda Olimjon. Qani. Benim savaldışım Alimcan. Yeni bir realda Talip. Qani. Japajaktınız. So'xmi sazda Abdusalom. Qani. Ay so'xmi sazni bir anglayversinchi sizni ko'ramayotdi. Qani Abdusalom. Mani şu sahnada çeliş qildi. Uyda qat'iy mashq qilmaysiz deyman, ha? İnson buzg'un. Bo'ldi, Mishel Jabramizga. Endi basta Qaysar, qani? Ha, mana Qaysar inimiz. Yana bir gitarda Olim G'ani, mening savaldishim. Qarmag'aysiz? Yana bir gitarda hozir sahnaga chiqib, danshig chiqish oldi turayotgan Mehmetjon. Endi Abay qizlar olgan mungluq bir milliy sazda Ilhom. Qarmag'aysiz? Men anandikin. Şu an dostlar şu sahne aslında oturaylı üstüge çıkaylı. Hemimizin keyfiyatı birdeklik geldi. Şunlaşka kanlarımız kızdı. Bir xil yeni yılını yaş keyfiyatı kütüylü parımız. Daciyo İliyar. Apla. Sizge kelgen şinxavrim 3 kaptı mena. Rahmet. Siz mi bir dumbur kıyıt bayran kaldırıyordun bizni? Rahmat. Chiqib qo'liga bakrak ishlayga, qo'lga foyda qilgan narsalarni chiqaraq bir tavsiya qilib qo'yasiz. Qo'l sal vaqa. Amsa do'stlar, yangi yil hammamiz uchun xushallik, barakati bilan yetib kelish oldida turibdi. Mana bu osoyishlik, baxtiyor kunlarda hammamiz jam bo'lib, yangi yil oqshomini birga o'tkazishga sharoitlarni yaratib bergan partiya hukumatimizga, Jungo Kommunistik partiyasiga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Ana yurtimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Muşu minutlarda endi bizning naqshchi kuychilarimizdan Sami, Baxtiyor va Mehmetjon ijrosidagi Yangi yil muborak nomli sho'x jo'shqin kuyimiz huzuringizda bo'lsin. Marhamat.
Yıllık ametler, rüştüler güvenliler, gazellerden aşık bayanlar. Yeni yılı mübarek, yeni yılı mübarek, yeni yılı mübarek, mübarek yeni yılı mübarek, yeni yılı mübarek, yeni yılı mübarek, mübarek yeni yıl. Keşta şunca coşkun nakşılar tüm bergi şenle kamçılar selkin çıkan şemeller yer sözüyle anlılar sihri kuyaş zımında açlar yeni yıl mübarek yeni yıl mübarek yeni yıl mübarek mübarek yeni yıl mübarek yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek, mübarek yeni yıl. Gül aşkıda bulbullar kılıp sayrışar seherlerde ölüp caranlar Gül aşkıda bulbullar nama kılıp sayrışar seherlerden ölüp caranlar Yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek, mübarek yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek yeni yıl mübarek, mübarek yeni yıl. Mübarek, yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek, mübarek yeni yıl. Yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek, yeni yıl mübarek, mübarek yeni yıl. Yeni yıl mübarek, mübarek yeni yıl. Salam dostlar, yaxshimisizlar? Men Qazkan Xalidan sizlar o'tliq salom. Hozir sizlar ekran oldidagi barliq sizlar uchun biz naqshini anglab bo'ldinglar, har xil naqshlar. Biroq bir narsa borda, naqshining oqida ishlayotgan biz shuni xizmat qilayotgan muzikatlim nima muzika yasayotganlar, tangshayotganlar birdan-bir to'shib chiqqan gavdada hozir birinchi bizning sahnadagi naq maydonga tangshayotgan bizning ustozimiz, bizning inimiz Shavkat fikrim tanıştırmayım hazır. Meydan naq maydonda müşahada muzikani ovozini tanishib sizlarga tayyorlab bergan. Al Shavkat bavrim, qalqalay. Qalajaqsa ahvolayib. Amanchilikmi? Amanchilik. Bular aytayım sаған. Бұл мерекенің алдында достық қарым-қатынас, әр ұлт қарым-қатынас біздің бәрімізге жақсы, сол үшін сен осы екран алдындағы достарға, туыстарға не айтқың келеді жаңа жылдың алдында әсіресе? Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Еңі жылыңлар мүбарак болсын. İşler yaxşı olsun, bereketli olsun. Karın ismin yüzünge
buldu bir vapa Pişayman inip bulmaz nazuk gönlümni Levlerim titreydi gözlerimde yaş Ahir kret yığlap turup sundum mahyulni Muhabbetni mukaddes davanın ida Untulusiz eslemleni bergen tılmağa Aldından işimini yürüsem mümeyya İçimde gül hallardek köy ettim sana Çak klip dep koysam söymeymen seni Untanam sen işçimnizi yıklap ketkenni bilen boysam o ak günler Tanışımız senin tökken göz yaşlarınga Tenha değmen güge çeksiz pişaymanda Bektilep senin ölçmez kuşallığınga Muhabbetnin şanlarıdek inip ketkenni Çak klip dep koysam söymeymen seni Untanam sen işçimnizi yıklap ketkenni Ah gül Bahar mı geldi canım Cahanda tapkınım bir sen Aziz yarım kadirdanım Begimli kıl kadem teşrif Bahar mı geldi canım Cahanda tapkınım bir sen Aziz yarım kadirdanım Sana durdum kiler canı Yolundan elmürü baktım Cemalın intizar kıldı Tügeyde kaldı canım Sana durdum kiler canı Yolundan elmürü baktım Cemalın intizar kıldı Tügeyde kaldı canım Canı 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 canım Kıynama beni canım Canı 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 canım İntizar sana canım Canı 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 canım Kıynama beni canım Canı 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 canım
aram boldu. Münasip görmesem endi doyandı mening ko'nglim. Evetken her babanamı canımga bir aram boldu. Münasip görmesem endi doyandı mening ko'nglim. Çimenler sen üçün saldı, bayandan yap yeşil görgen. Uşak açmak rastlandı, ay dügen büstü bustanı. Çimenler sen üçün saldı, bayandan yap yeşil görgen. Uşak açmak rastlandı, ay dügen büstü bustanı. Canı 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 canım, kıynama beni canım. Canı 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 canım, intizar sana canım. Canı 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 canım, kıynama beni canım. Canı 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 canım, intizar sana canım. Hey! Ah! Woo! Bala bala hey! Hey hey! Bizim kıl kadem teşrif bahar mı geldi canım. Cahanda kalkınım bir sen aziz yarım kadirdanım. Bizim kıl kadem teşrif bahar mı geldi canım. Cahanda kalkınım bir sen aziz yarım kadirdanım. Sana durdum kiler çağını yolunda telmirip baktım. Cemalın intizar kıldı tügeyden kaldı canım. Cemalın intizar kıldı aziz yarım kadirdanım. Cemalın intizar kıldı ey tügeyden kaldı canım. Canı 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 canım, kıynama beni canım. Canı 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 canım, intizar sana canım. Canı 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 canım, kıynama beni canım. Canı 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 canım, intizar sana canım. Canı 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 canım, kıynama beni canım. Hey, intizar sana canım. Dışarıda ben farkı mı? Kandak oldu. Dışarıda nedir mi? Mehmet Dursun yaşın akşizdiğen balık geçeceğiz. Sadece dışarıda 40 mes vaktim doğru. Ana kılımız hem. Ustazı doğrap koyduk ustazı. Eyüp buyurman. Ya bu ustaz Nurgul'unu doğramışlar boğan. Ayta ödü cahan bu. Boşu doktorhan toğırlı hop kaldı ben birinde pirey. Benim babamla mı işte micazı hop gelip. Ya balam oy dedi he sen doktor apağına dedi. Apırma çatak yok. Sen ha boldu dedi. Onu bunu telefon kılıp böyle doktorhanlarda ücret gidip beliz tapamadık. Ahır uğrup bir doktor ağinem dedim ben. Bir orun tepesem ben babam be. Bir iş gün bir yetip davalansa. Boldu da çatak yok babam ağaç geldi dedi. Babamla apadım. 2 günde babam bile kar olmaptı bu doktorlarının ki. O yak ötürken bu yak ötürken ahırı bir sistem tutuptu babam. He toktana kızım. Ne oldu? Ben 2 gün buldum abi. Ben de istiyeti atkını hiç bir esalanamın. Karı yok. Kanda hopke davalamışlar, kanda kızlar kızım. Ben kompütür kizip koyga 3'e kilidi davalaş. Hem siz bir gün çıdap ya bir gün 2 gün bulmaydı. Ya ma iğirlap git barmam ben. Ya şıkım bah minen şu. Kompüt bir şu kaysala iğilusla. Onda diyen bile ben 3'e puçur tanıdık koy. Selle bir çıktı dedi kız ne. Koy bunda doktorhananı. Kötü edepla yamalap inik yaptım. Ya bu inik yapsan koysam arlaşma üzem cevap verme dedi. Bir vakitte babam telefon geldi. Vay diyen doktor kız ki. Yakşımsınız? Yakşı. Bu 6. kalverdik siz mi o bimar? Ha ben şu. Ne dersiniz? Öyle. Bir kadar sana anamıyorsunuz. Üzan sana ne buldu? Ama 6. kalverdik bimar kıydı da bre başka gibi susuşup kaçmayın. Neyim deyim ben? Siz babam neyim de attınız? Micazcık o ilk etti de yapıyor dedi. Rahmet. Doktor kaldı micazcık ilk etti. 95 kirgen bir boy bilen 92 kirgen bir momay ikisi oturab doyun şualıqıp deydi. Optik görümkamni körüpla yana 90 yaş yaşamamdı. Oran 95 yaş yaşamdı. Aş ustazın kışı girip tomu tutqızıp biz doğrularını yap. Yana bir 90 yıl yaşaylı biz. Dep ikisi beripti. Optik görümkamni körüşep. Nait sağlam kensiz, yaxşı kensiz dep yolu saptı. Momay çıkıpla çakçak kılıp boyuğa. Kim deydi o? Dese. Hay boy. Köğlüm bek yerim.
30 günlük vaqtdan kaptı deydi o meni doktor deb chaqchaq davasa bu aytırıp gidip vay 30 gün degan birden de ötüp ketdi degide kelgan. Yana birini ağısı ekende. Şu tapda diqqat huzuringlarda bo'layotgan 2024 yillik Altın Yaprak Naq Maydan yeni yillik san'at kechiligi. Naq Maydanda o'tirayotgan do'stlarimiz shunaqla ekran orqali bugungi faoliyatimizga ishtirok etgan barcha qadrdonlarning yeni yilini yana bir qatim qutlaymiz. Yeni yilingizga muborak bo'lsin. Bayat yağı icadi naqshlarni anglapdik. Biroq naqshlarni anglapdik. Endi bu quloqni tutib turib aytadigan bir naqshlar bor. Abdurshid Yusuf apandi ijrosidagi Can Balıkhan degan naqshini bir anglandik. Ha? Rahmat, hammamizga yangi yillik muborak bo'lsin. Haydi Ruslan. Yardakmen ada buldum, dostki canım yarıya, şirin balıkhan yarıya, gemge mutla buldum, şirin balıkhan yarıya, gemge mutla buldum, şirin balıkhan yarıya, bir görüp cemalını, dostki canım yarıya, oynan balıkhan yarıya. Aşk bir karar buldum, şirin balıkhan yarıya. Aşk bir karar buldum, şirin balıkhan yarıya. Köyde yürek işkinde, köyde bu can yarıya. Köyde bu can yarıya. Köy günümni bilmeysen, könlü yaman yarıya. Köy günümni bilmeysen, könlü yaman yarıya. Hepimiz geçelim be. Ben derdinde avare, dostki canım yarıya, oynan balıkhan yarıya. Oldu yürügüm pare, şirin balıkhan yarıya. Oldu yürügüm pare, şirin balıkhan yarıya. Özlem bilirsen yarim, dostki canım yarıya, oynan balıkhan yarıya. O da kendime çare. Şirin balıkhan yarıya, o da kendime çare. Şirin balıkhan yarıya. Köyde yürek işkinde, köyde bu can yarıya. Köyde bu can yarıya. Köy günümni bilmeysen, könlü yaman yarıya. Köy günümni bilmeysen, könlü yaman yarıya. Hey! Hop! Mana. Yeşil. Acayip. Da ağamcı dostki canım yarıya, oynan balıkhan yarıya.
Mangmasa uray kamçı şirin balıkan yar ya Mangmasa uray kamçı şirin balıkan yar ya Men yani sığınganda dost ki canım yar ya Oynan balıkan yar ya Atış yolları kamçı şirin balıkan yar ya Atış yolları kamçı şirin balıkan yar ya Köyde yürek işkında Köyde bu can yar ya Köyde bu can yar ya Köy günümni bilmeysen Köngli yaman yar ya Köy günümni bilmeysen Köngli yaman yar ya Köyde yürek işkında Köyde bu can yar ya Köyde bu can yar ya Köy günümni bilmeysen Köngli yaman yar ya Köy günümni bilmeysen Köngli yaman yar ya Vay köngli yaman yar ya Rahmet Naq meydandaki şundaqla Moşu her qaysi taqtı bularda Naq meydan taqtı atqan barça Japakeşlerge şundaqla moşu ekran aldıdı көріп atqan barça qirindaşlarga yangi yıllık salam bolsun salamat bolgaysizlar Rahmet Güzel Şinjan'ı sayahat qilish Şinjanlıqlarning arzusi bo'lib qolmasdi, balki mamlakat ichidagi barliq do'stlarning o'rtaq arzusi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, mana shu go'zal manzara rayonlari ichida Qanas hammamiz berishni arzu qiladigan eng chiroyli sayohat manzara rayonlarining biri. Amsa do'stlar, Qanasqa bugun borolmay qoldik hammamiz. Mana shu yangi yil oqshomida jam bo'ldik. Güzel Qanas temidagi naqshlar lekin so'rinimizda kam emas. Endi sahnamizga ataqliq ustoz san'atkor Qozoq xalqining faxrli yigiti sahnamizda chaqnagan cho'lpon yulduzlarimizning biri Xazkin Xali apandi ijrosidagi Güzel Qanas nomli naqsha huzuringlarda bo'ldi. Xazkin aka, yangi yil qutlu bo'lsin. Muborak bo'lsin. Marhamat. Hey! Çavak bamo! Hey! Sulcala bamo!我曾经走过了很多地方，从山后的城市到草原绽放。每当我想停下疲惫的脚步，就会想起哈那是我的天堂。是那苍山教会我勇敢坚强，美丽湖水洗去我心灵创伤，多少神秘的传说让人神往。这里就是哈那是我的故乡，是那苍山教会我勇敢坚强，美丽湖水洗去我心灵创伤，多少神秘的传说让人神往。这里就是哈那是我的天堂，和我一起沐浴着阳光下，拥抱大地，忘掉了烦恼，让我们尽情的歌唱。和我一起沐浴在阳光下，拥抱大地，忘掉了烦恼，让我们尽情的歌唱。我曾经走过了很多地方，从喧闹的城市到草原绽放。每当我想停下疲惫的脚步，就会想起哈那是我的故乡，是那苍山教会我勇敢坚强，美丽湖水洗去我心灵创伤，多少神秘的传说让人神往。这里就是哈那是我的天堂，是那苍山教会我勇敢坚强，美丽湖水洗去我心灵创伤，多少神秘的传说让人神往。这里就是哈那是我的天堂，和我一起沐浴在
一幕云彩阳光下，拥抱大地，忘掉了烦恼，让我们尽情的歌。和我一起沐浴在阳光下，拥抱大地，忘掉了烦恼，让我们尽情的歌。和我一起沐浴在阳光下，拥抱大地，忘掉了烦恼，让我们尽情的歌唱。和我一起沐浴在阳光下，拥抱大地，忘掉了烦恼，让我们尽情的歌唱。Rahmat. Rahmat yuditki balaga. Sizlarga rahmat. Ha, mushundaq yaxshi kayfiyatlar har vaqt bizga hamroh bo'lsin. Shu tapda diqqat huzuringlarda bo'layotgani 2024-yillik yangi yillik san'at kechiligi. Udun guruhi Oltin yaproq oziqlari hammanglarning yangi yilini qutlaydi. Yangi yilingizga yana bir qaytim muborak bo'lsin. Qadrli do'stlar, yangi yil barakatlari bilan hammamizga quchoq ochdi. Mana mushu minutlardan boshlab hammamizga xushalliklar, qo'sh-qo'sh omadlar yor bo'lsin. Aziz do'stlar, mushu ustoz san'atkorlar to'ridan o'rin olgan, bizga o'zining ijodiy kuylari va xilma-xil ko'p qirliq mahoratlari bilan zo'q-sho'x berib kelayotgan sahnalarimizdagi ustozimiz, qadrli san'atkorimiz Dilshod Rohidin apandimi bugungi yangi yil oqshomida biz uchun xizmatda bo'lay deb keldi. Intayin xursand bo'ldik. Eng chiroyli alqishlarimiz Dilshod Rohidin apandi uchun bo'lsin. Marhamat Dilshodga, Janonim nomli naqsha huzuringlarda. Yangi yil muborak aka. Yalgını yok takdim, sen yani sığınğanda Üşkeli yok kanatim, bargılı bardır hiyalim Yalgını yok takdim, sen yani sığınğanda Üşkeli yoktur kanatim, kallemde kaşların aydek cemalim Kasip koyup nerede hiyalim İcran o tehi ve İran kılsın o ten o canimni Estey ben seni cananim Posti hanımda çok iyi Sen kayaktın ki sen yâre
Sen kayaktın kelisen yarim Ey ben yığdısam sen gelsen Akidemni sen bilsen canime Otka silip kıydirsen Akidemni sen bilsen canime Otka silip kıydirsen Otka silip kıydirsen Salam dostlar, davomliq sizlarga bizning bu sahna oxiridagi videoga tushirayotgan, videoni tayyorlab qilayotgan sizlarga asha inimizni tanishtirmoqchi. Ablajon inimizda. Ablajon qanday yaxshimi? Yaxshimi aka. Aldirash pak aldirasizlar. Jiddiy bo'lib ketdi. Shu biz sahnada biz bu naqshni aytib tushimiz sizlar degan boshqa tursizlar. Endi men demoqchi bo'lganim, kichkina, qisqacha bir tanishtirib bersa oxirida. Kishilarni, xizmatchilarini. Mana ishlayotgan ishlarini. Ablizgam oxirdagi yilqi shu torg'i yo'llaydigan xizmatni undan keyin shu naq maydondagi xat ostida cho'glayotgan logo ash bovjon qilgan xizmatni qildi. Undan keyin Ilyar rang tanshaydigan naq maydonda rang tanshaydigan apparatning ranglarini tanshaydi. Undan keyin Dimanda chiroyli desa, mushuni tanshab chiqirsa kim? Rahmat, Ablajon, o'zingchi. O'zim shu 8 apparatning ko'rinishini naq maydonda kirishtirib, eng yaxshi bo'lgan xamelarni tanlab ko'rganlik uchun. Charchadinglar? Rahmat sizlarga. Oldi kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin sizlar uchun. Qadrli do'stlar, shu topda texnolarda bo'layotgan Oltin yaproq ozuqlari tajdorligidagi yangi yil oqshimi naq maydon san'at kechaligi. Qadrdonlar, albatta yangi yilda biz do'stlarimizni aslaydi ekanmiz, do'stlar bilan birlikda o'tkazishni o'ylaydi ekanmiz. Ondan oila a'zolarimiz jam bo'lib, bir vaqt issiq tomoqni yegash, ko'ngillik muңdashib 2023-yilni bir yig'inchoqlab xulosalashdan o'ylaydi ekanmiz. Şuna dostlarını tatidi ekan, urug' tuqqanlar bir-biriga chidashmaydi ekan. Mana shu do'stlar ta'riflangan Do'st adash nomli naqshini shu topda biz san'atkorlarimiz, kuychilarimizdan Ablimit va Abduvali ijrosidan anglasak, qani faxrlangaysizlar. Marhamat. Adaş kelgine, birgen aşağı itayli. Adaş
adışım qaqaqlab güleyli Adaş kelgine birga naqsha etayli Adaş adışım qaqaqlab güleyli Adaş kelgine birga naqsha etayli Adaş adışım qaqaqlab gülayli Adaş kelgine birga naqsha etayli Adaş adışım qaqaqlab gülayli Adaş adışım qaqaqlab gülayli Rahmat. Yaxshi, unda bo'lsa davomli qilib aytdim qo'y. Men yerda yana bir muhim bir yaba, bu yer nima deb desangiz, muzikani suyxu ang oxirida master qilib, video so'qin qilib chiqardigan, mushu memalarni qulqa boradigan ang oxirgi bosqichda bu yerda bir yaxshi muzikant edimiz bor. Ashuni kiramiz. Qanday ukam yaxshimi? Siz men shunday xodinimi? Jinda shinkola. Nima o'mashinza? Musha kelib sening musha ishlayotgan ishingni qisqacha bir tushuntirib bersang. Bo'ldi. Ang oxirida keliqa master qilgan Tsuykwenjan sening o'rning ang Tsuykwenjan deydi. Ashuni mening qilayotgan ishim OB deymiz-ku buni. Hisobda Naqmaydandagi hamma ovozni ang oxirida mening mushu to'yin tagrim kirib, mishar mix qilib, mushu denishdagi telefonda torda anglag'uchilarga ang yaxshi sifatda olib berish uchun Müşnonu mix qilmayman. Amaliyotda bir biz Jonje chiqargan vaqtimizda Muday Chuli deydi, master deydi. Ash vaqt Tsuykwenjanda mushu-ku. Mushadan chiqib bersa. Rahmat, charchadim. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Davomli ishlaymiz.
dostlar, 2024 yıl bolsun yoki qaysi vaqt bolsun, sog'lomlik hammamiz uchun eng qimmatli sovg'a. Shunda asosan kichik vaqtlarimizda ish qilib, ilqi buvoy mo'maylar har xillar yangi qilib Nobeyjinlarni so'ngli qaysi Nobeyjingma, qaysi Nobeyjing deb chiqdi ekan to'q kichik vaqtlarimizda. Mana hozir cho'ng bo'lgan vaqtimizda-chu, so'ngli qaysi so'ng nima? Udun, altın yapraq deydigan bo'lib ketdik. Chunki endi do'yin nasaqmo udun, odatda parang qilsaqmo yana shu udun bo'lib ketadi. Shunga udun dorigarligi altın yapraq ozuqlarining har vaqtda sog'lomligimizga bizga bir chiroq, bizga bir jaranglaydigan bir qo'ng'iroq holatida turib, sog'lomligimizga ko'ngil bo'lishimizni ta'kidlaydigan yaxshi bir hamroyimiz, yaxshi bir do'stimizga aylanganligiga tilakdoshlik bildirman. Ham shuning ishini men ishinglar baraka topsin. Amsa do'stlar, yangi yilda mumkin bo'lsa o'zimizni so'yaylik, o'zgilarni so'yaylik, ailemizgilarni, ota-onalarimizni, farzandlarimizni, do'stlarimizni so'yaylik, kuynaylik. Ularga agar sovg'a berishga to'g'ri kelib qolsa, sog'lomlikni eng katta sovg'a qilib ularga sunaylik. Endi sahnamizda bizniki mana shu har xil sahnalarimizda yana boshlamchi bo'lib o'tirg'i chiqayotgan dangdor kuylarning ijrochilaridan bo'lgan san'atkorlarimizdan Keremcan Mehmetali bilan Shir Ali G'ini shundoq pozdur yasinib bizga bir yangi kuyni taqdim etaman deb saqlayotdi. Qanamsa bahrlangaysizlar, sahnamiz sizlar uchun. Marhamat. Söymeysen mayli, sen köymüşsen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Söymeysen mayli, sen köymüşsen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Gündüz salla oyunda, hayalımdan hiç ketmez idim. Ay bulup gün bulup asmanımda, yalnız hikayem idim. Azar verdin muhabbetimge, elemlerimi silip yüreğimge. Yenemendin renciysen şunca, günlermen aman sensizlikge. Söymeysen mayli, sen köymesen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Söymeysen mayli, sen köymesen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Yalnız kalsam o mayli bu şehirde, varmayman herkes düşünmegin beni. Berger vədiler kaldı qayerlerde, aldırdın mı sen beni? Azar verdin muhabbetimge, elemlerini silip yüreğimge. Yenemendin renciysen şunca, günermen aman sensizlikge. Söymeysen mayli, sen köymesen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Söymeysen mayli, sen köymesen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Söymeysen mayli, sen köymesen mayli, sen beni yaxshi ko'rmaysan mayli, ketsan ketiver, salmaydilgan zahar, ben arkamdan barmayman bilgin shuni. Anda bo'lsa davomli sizlar uchun
Shavkat, kayfiyat qandaroq bo'lgan? Kayfiyat yaxshi. Yaxshi, ha? Ko'rarmanlar kayfiyat qandaroq bo'lyapti ekan, sen ekran oldidagi. Ekran oldiga chatta qo'yib. Naq maydonimiz shunda jonli bo'lyapti deb o'ylayman-da. Naq maydon qandaroq men senga biz qarab baqmadik hozir. Unda bo'lsa menda qilay. Naq maydonni ko'rsatay sizlarga, bilamdi? Bo'ldi. Men bilaman. Onda sen vaqt o'tiraveringlar. Abay qilib yo'q qilmaydi. Hozir birisini sayfa qilay degan deb o qo'qab tikib. Biz sizlarga naq maydonni ko'rsatay, juma. Mana bizning musha ishlayotgan odamlar boshdan oxir hammasi bir naqshchi uchun nurg'unlagan odam ishlayotdi. Menda hamda biz sizlarni naq maydonda bugungi kelgan mehmonlarimiz hammasi qo'l qo'yib chiqqan maydon. Hamda men sizlarni naq maydon ko'rsatdim hozir men bilan davomli oldirmoqmiz. Bizning naq maydon shunday yaxshi. Naq maydonda. Hozir sal saqlab tursak, birdamlik naqsh chiqdi. Qandadanlar, yangi yil akşamımız nayt ma'nolar bilan nayt qizg'in kayfiyatda damlashyotdi. Har millat do'stlar xuddi anarning danisdak sizish, ittifoqlashib sizish, uyushib, ulug' vatanimizga o'zimizning ozdir ko'pdir to'kpimizni qo'sha olsakmi, o'zimizni intayin baxtli his qildik-miz. Shunga endi biz har millat qarindoshlarimizning naqshlaridan bir qozoqcha kuy anglamoqchi. Bu qozoqcha kuyning ijrochisi Birken Dünya qatorliq naqshlar bilan torda va har qaysi yoshlarning og'izlarida nayti yangragan mana shu kuyning ijrochisi bo'lgan Zulxumar qizchaq qani seni sevaman. Marhamat. Sen oğlan sen deseng de meyle. Tünge saat 12
olsun. Ha, əmsə, dostlar, növətdə bir akordionlar bilan bir gözəl çatma naxşılar sizlər üçün huzurunlarda buluşaldı turatıdı. Alimcan efendim belki məmnunla tanıysızlarmış. Akordion bilan ikisi bir gavdiga aylangan. Xuddi mən şu mikrofon bilan bir gavdiga aylanganga o'xshashlar. Şuna akordion ba, Alimcan muallim ba. Alimcan muallim ba, akordion ba. Bugün hamda o'g'li Zulyar bilan birlikda sizlarga bir yurish çatma naxşılarni huzurunlarda sunmoqchi. Eng yaxshi cho'qan siralaringlar, alqishlaringlar bo'lsin. Marhamat. Qani. İçilmamdı şahşehliğe yetkende Üzülgül içilmamdı şahşehliğe yetkende Kadrimizi tölmemdi biz şirakka kelgende biz şirakka kelgende Kadrimizi tölmemdi biz şirakka kelgende biz şirakka kelgende Yüksek uçmaysa bir daha gülüm yok mu? Ya yok mu? Gönlümdeki ya yok mu? Çırayın açmaysa gönlümdeki ya yok mu? Gönlümdeki ya yok mu? Darma tutarım, darımda koştarım. Darma tutarım, darımda koştarım. Akşam işkesin çayım, emriktiğim Akşam işkesin çayım, emriktiğim Bundak deyimizde yarım, bundak deyimizde yarım. Bundak deyimizde Akşam boğan gep sözlük Şikirimizde yarım Akşam boğan gep sözlük Şikirimizde yarım Şiga kirip alıp Dinni usaydam sen Bakışıga kirip alıp Güldümni usaydam sen Dätstiga dätsilip Köngülni buzaydam sen Dätstiga dätsilip Köngülni buzaydam sen Bundak deyimizde yarım Bundak deyimizde yarım Bundak deyimizde yarım Bundak deyimizde yarım Akşam boğan gep sözlük Şirimizde yarım Akşam boğan gep sözlük Şirimizde yarım Akşam boğan gep sözlük Şirimizde yarım Rahmet, rahmet. Әмміңланың яң йылыңларға mübarek болсын. Rahmet.
atib olishinglarga rahmat. Turib avu akkordeonni ko'tarib, anda yana naqsh kuylarni o'rlab berdi. Yana bir alqış cevap bo'lsin. Rahmat. Qadrdonlar, mana hozir biz Udun guruhi Altın Yapraq ozuqlari bilan Şinjan Özgü Madaniyat Taxti chekish shirkati birlikda uyushtirgan Altın Yapraq yangi yillik naq maydon san'at kechiligiga ishtirok qildik. Shuning bilan 2023-yilga xayr xo'sh deydiganmiz. Shunman 2024-yili biz o'ylaganimizdimi go'zal kunlar bilan bizga quchoq ochqisi. Ekran oldida turib yoki naq maydonda turib bizning bugungi faoliyatimizga qadam tashlab qilpaganlarga, alqış javoblarni yangiritib berganlarga, ekran yuzida turib bizga madad ilhomlarni berib, gul dastlarni yog'dirganlarga yana bir qatim rahmat aytamiz. Shuning bilan Özgü Madaniyat Taxti chekish shirkatining bevosita subsi, Unum Mediasi bevosita ko'rsatish subsi, Badam Life bevosita ko'rsatish subsi, Tep keldi programmasi doim bevosita subsi, Kuychi Mediasi bevosita taxti subsi orqali bugungi faoliyatimizga ishtirok qilgan barliq ko'rmalarimizni yangi yilni yana bir qatim qutlaymiz. Ham shu munosabat bilan 2024-yildagi sog'lomligimizga ul silib bergan Udun guruhi Altın Yapraq ozuqlarining har millat iste'molchilarining yaxshi tanlashi bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Hamda Udun guruhidagi barliq xodimlarning yangi yilni yana bir qatim tabriklaymiz. Yangi yilingizga muborak bo'lsin. Yana uningdan boshqa Udun guruhi Altın Yapraq ozuqlari, Unum Mediasi, Kuychi bevosita ko'rsatisi, Tep keldi doim subsi, Badam Life bevosita ko'rsatisidan boshqa yana mushu ustalarimizga bizga tatliqni his qildirgan, haqiqiy tatliqningki egisi bo'lgan Nice tatliqlari orqali 2024-yildagi barliq tatliqlarimizga quchoq ochgan Nice tatliqlarga yana bir qatim rahmat aytamiz. Ishlaringlar barakat topsin. Tatliq yegan og'zinglardan shirin so'zlar to'kilib tursin. Şunun bilan 2024-yili Altın Yapraq ozuqlari baş tajorligidagi Şinjan Özgü Madaniyat Taxti chekish shirkati birlikda uyushtirgan yangi yil oqshimi naq maydon san'at kechiligimiz vaqt munosabati bilan mishada oyoqlashdi. Yangi yilingizga muborak bo'lsin. Xayr xo'sh.